Assalomu alaykum qadrdonlarim. Men shu mashinani sizlar uchun 1 so'm pul olmasdan qo'yib beraman. Hech qanaqa 1-2 so'm pul ishlash niyatim yo'q. Sizlar foydalaninglar, mininglar. Matizning puliga Hyundai i20 mexanika, 4 ta balon, amortizatorlar ham qo'yilgan, faralar yangi qo'yilgan. Mana bunaqa takoy chiroyli piskalari bilan oppoqqina, anaqa panorama sifatida qilib qo'ygan, lekin panorama emas, qoraga bo'yalgan. Mashinaning suylari buto, kraskasi bo'lgani bilan, hop, probegi 147 ming yurgan ekan. Bu bizani boshqa mashinalardan ancha foydali, aqlli, bezopasli. Garajga siklda kam rasxod qiladigan mashina, juda ham kam rasxod qiladi. Mexanika, 1.2 motor. Shu Sparklar Matizlardan ancha yaxshi. Shunday. To'rtta yangi balon sezonga qo'yilgan bunga. Mana i20, bagaji ham bemalol olasizlar, foydalanishingiz bo'ladi. Kengina ekan bu. Sparklar Matizlar. Solishtirishga aytolmayman, bir faralari ham yangi turibdi. Lekin bir 1.5 ming oldan olganlar, ancha xarajat qilib qo'yganlar. Motor, korobka, hadovoy hammasi idealniy. Umuman xarajat qilmasdan olasizlar minasizlar. Bu Hyundai i20 2013 yil ekan, mexanika korobkani srochniy narxida sizlar uchun 5 ming bo'lsa bera olamiz. 5 mingga egalar nomerini qo'yaman. Bundan